Salom hammaga. Ismim Mirzo Ulug'bek. Bu voqeaga 5 yillar bo'ldi. O'shanda drovch qilib bo'shanib yurardim. Mendan 4 yosh kichkina Azima degan qo'shnim bo'lardi. U bilan salom alayk yaxshi edi. Bir kuni darvozamiz oldida uni ko'rib qoldim. Yoz payti bo'lgani uchun ko'ylak ishtonda edi. O'zi juda chiroyli, sutdek oppoq edi. Badani sochi malla, ko'zlari jigarrang va o'ynoq edi. Kulgichlari juda yarashgandi o'ziga. Xullas uni ko'rib, qo'tog'im toshdek qotdi va gap boshladim. Qalaysan azi? Yaxshimisiz? Asal bo'p ketibsanmi? Nima? Hech nima. Senda gapim bor edi. Ayting uni. Kundi derazadan tirmashdi. Men qo'lim bilan orqasidan ko'taraman deb ushlagandim. Voydod, qaynoq ekan badani. Ay, dvorda o'ziyam. Xonaga kirdi. Men derazani tashqaridan yopib, xonamga ichkaridan kirdim. U nima gapingiz bor edi dedi. Men eshikni qulflab, o'ldiga borib o'pa ketdim. Quchoqlab orqalarini ezardim. Birinchi marta menda bunaqa holat bo'layotgandi. Birov ko'rib qoladi, unaqa qilmang dedi. Men hech kim yo'q, qo'rqma dedim. U bu gapni eshitib, bo'ynimdan quchalab o'pa boshladi. Keyin og'zingga ol desam, ko'nglim aynidi dedi. Xo'p deb orqasiga qimoqchi bo'ldim. Zo'rg'a kirardi. U yig'lardi. Rahmim kelib ishqaladim. Orqasiga ariqchasida yurgizdim. Keldi, dumbasiga bo'sham bordim. Shu kundan keyin yana 6-7 martalab bir yillar orqasiga ozoz tiqib, ishqalab yurib bo'shanardim. Bir kuni yana ko'rib qoldim. Podvalga torqiladim va ishtonini tushirib orqasini siladim-da, trikoyimni tushirib qo'limga tupurdim va sabzimni hamma joyiga tupug'imni surdim. Silliq qildim va ariqchasidan asta yurgizib boshini tiqmoqchi edim, hammasi kirib ketdi. U seskanib do'nqayib turgan joyidan tik turib oldi.